tumanda 16-17 yoshli o'quvchilar juda ham ko'pda. Keyin olib qaraydigan bo'lsam, ko'pchiligi vazifa qilmaydi, dars qilmaydi. Keyin bunday yaxshiroq surishtirib qaraydigan bo'lsam, ko'pchiligi munosabatda ekan. 16-17 yoshli insonlarga birinchidan munosabat nima keragi bor? Ikkinchidan siz o'qishga kirishingiz kerak. Uchinchidan shuncha ota-onangiz sizga pul berib, ingliz tilini o'rganishingiz uchun, kurslarga borishingiz uchun pul berib qarab turishibdi, sizni natija qilasiz deb. Siz bo'lsa butun bo'shlik hayotingiz bor oldinda. 2 kunlik, 3 kunlik, 2 oydan keyin umuman taniganga olmaydigan inson uchun kelajagingizni yo'qotib, dars qilmasdan vaqtingizni, energiyangizni o'sha insonlarga sarflayapsiz. Qanaqa miya bo'lishi kerak odam 16-17 yoshida munosabatni o'qishdan, o'zini kelajagidan, karyerasidan yuqori qo'yish uchun. Men shu narsaga umuman tushunmayman. Aytaylik, mayli 16 yoshda ekansiz, 17 yoshda ekansiz, 18 yoshda o'sha insonga turmushga chiqdingiz, shu bilan baxtli bo'lib ketaman deb o'ylaysizmi? Juda ham qiyin bu narsa. Birinchidan o'zingiz rivojlanmagansiz, o'zingizni panyatkangiz yaxshi rivojlanmagan, oila qanaqa qurilish kerak, uni mas'uliyati qanaqa bo'ladi siz bilmaysiz. Bittada munosabat qurib, rozviya ochki deydi qizlar, shuni taqib olib, men zo'r insonga turmushga chiqyapman, men zo'r oila quryapman, zo'r bo'lib ketadi deb o'ylaydi. Atak bu yoqda kelajagi uchun o'zi ishlab qo'ymagan, o'zini ustida umuman ishlab ko'rmagan, mehnat qilish kerakligini bilmaydi, oddiy dars qilish kerak, kitobni olib o'qish kerak, ota-onasini uyida o'qimayapti. Birovning uyiga borib uni xizmatini qilish yoqadimi shu insonga? Men shu narsaga umuman tushunmayman.